Mana hozir qorildi, yem tayyorlandi. Oldingi retsept bo'yicha kepak ham bor. Shu katta qo'ylar uchun nima qilindi? Hozir men bir qo'lda ishlayapman. Normalda og'rib qoladi. Aka qo'ylar tayyor yeyishga. Mana shunchagina yetadi. Soat 4-5 ga qadar. Shuni joy-joy qo'yamiz. Shu bilan tayyor. Yeb yotaversin. Suv bor. Yemish bor. Ertalab endi soat где-то 10larda qamagandim. Agar ko'rishingiz mumkin. Unday qovrasi ko'rinib yoki bo'lmasa unchalik ozib ketgani yo'q. Ularning tanasi xuddi hozirgidek shunday. Bularga eti shunday demoqchiman. Bunga sababchi mana shu yem. Mana shunchagina ko'p emas. Mana shunchagina berib qo'ysizlar, shu yetadi. Pishib yeg'irasizlar, qornoq bunday qoppa yeb, semirib dumalaq bo'lib qoladi.